g'iybatni ta'rifi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'iybat nima ekanini bilasizlarmi dedilar. Sahobalar Alloh va uni rasuli biluvchiroqdir deb javob berishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'iybat bir birodaringizni orqasidan o'zi eshitsa yoqtirmaydigan sifat bilan eslashingizdir dedilar. Shunda ulardan biri agar birodarimda men aytgan o'sha sifat bor bo'lsa ham g'iybat bo'ladimi deb so'radi. Rasul akram alayhissalom esa unda bor aybni aytgan bo'lsangiz g'iybat qilgan bo'lasiz, agar siz aytgan sifat unda bo'lmasa bo'xton qilgan bo'lasiz deb javob berdilar. Imom Muslim rivoyati. Demak, birovning aybini oshkor qiluvchi so'zni to'g'ri bo'lsa ham aytish joiz emas, chunki g'iybat bo'ladi. Agar yolg'on bo'lsa tuhmat va bo'xton bo'lgani uchun gunohi 2 hissa ko'payadi. Qiyomat kuni g'iybatchini ahvoli juda og'ir bo'ladi. Bu haqda Abu Umoma al-Bohili roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis muborakda Rasul akram alayhissalom aytdilar: kishiga savoblari yozilgan kitobi ochiq holda beriladi. U: ey Robbim, falon savobli ishlarim qani? Sahifamda yo'q-ku deydi. Shunda unga odamlarni g'iybat qilganing tufayli ularni o'chirib, g'iybat qilinganlarning amal daftariga yozib qo'ydim. Imom Ibn Hibbon rivoyati. Demak, g'iybatchi qiyomat kuni savobli amallardan mahrum bo'lib, g'iybat qilingan kishilarning gunohlari g'iybatchining ustiga yuklanadi. Aytilgan masalalardan Robbimiz manfaat bersin.